Ko'pchilik muvaffaqiyatni tasodif deb o'ylaydi, ammo aslida u aniq qoidalar va intizom natijasidir. Bugun biz hayotimizni butunlay o'zgartirishi mumkin bo'lgan 10 ta qoida haqida gaplashamiz. Vaqtingizni boshqaring. Boylar va kambag'allarda bir xil 24 soat vaqt bor. Farq faqat undan qanday foydalanishda. Xatodan qo'rqmang. Eng katta xato qilishdan qo'rqib hech narsa qilmaslikdir. Doim o'qing. Maktab ta'limi sizga yashash uchun pul beradi. O'z ustingizda ishlash esa sizga boylik keltiradi. Atrofingizni tozalang. Siz eng ko'p muloqot qiladigan 5 kishingizning o'rtachasisiz. Aniq maqsad qo'ying. Maqsadsiz harakat manzilsiz yo'lga o'xshaydi. Sog'lig'ingizga investitsiya qiling. Kuchli tanasiz, kuchli g'oyalarni amalga oshirib bo'lmaydi. Tejamkor bo'ling. Topganingizdan kamroq sarflang. Qolganini kelajagingiz uchun saqlang. Va'da berishdan oldin o'ylang. So'zingiz sizning eng qimmat aktivingiz. Bugun boshlang. Dushanba yoki yangi yilni kutmang. Eng yaxshi vaqt hozir. Hech qachon taslim bo'lmang. G'oliblar bu yiqilib, lekin qayta turgan mag'lublardir. Muvaffaqiyat bu manzil emas, bu yo'ldir. Bu yo'lni bugun biz bilan boshlaganingiz uchun rahmat. O'zingizga ishoning. Sizga qaysi qoidalar yoqdi? Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.